Faqat Alloh va rasuliga bo'lgan muhabbat insonni qo'rqqan narsasiga yaqinlashtiradi. Ya'ni Allohdan qo'rqamiz va unga yaqin bo'lishni xohlaymiz. Payg'ambar alayhissalomni ummatlari safidan chiqib ketishlikdan qo'rqamiz va u zotga yaqinlashamiz. Lekin boshqa narsadan, dunyoviy narsalardan agar qo'rqadigan bo'lsak, undan uzoqlashamiz. Kim qo'rqqan narsasiga yaqinlashadi dunyoda? Hech kim. Faqat Allohdan qo'rqqanda Allohga yaqinlashishni xohlaymiz. Alloh taolodan so'raymizki, u zotni zikr qiladigan bu yerdagi barcha qalblarni azoblamasin. U zotni zikr qiladigan bu tillarni, u zotning zikri bo'lganda eshitgan bu quloqlarni, u zotga sajda qilgan, ruku qilgan bu jasadlarni Alloh taolo azoblamasin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan birga jannatda o'zi mukarram qilsin, o'zi Payg'ambar alayhissalomning shafoatlariga hammamizni muyassar qilsin.